Shunday seriallar borki, ular syujeti bilan emas, balki atmosferasi bilan insonning yuragiga kirib boradi. Kel turmush quramiz doramasi ham aynan shunday seriallar safiga kiradi. Barchaga salom, siz bilan yana kino tahlil va men Sadoqat. Bugun siz bilan birgalikda ajoyib va yoqimli koreys doramasini tahlil qilamiz. Bir tomonda hayotidan charchagan qiz, ikkinchi tomonda mukammallik kasalligiga chalingan boy yigit va ular 90 kunlik soxta turmush qurishga majbur bo'lishadi. Lekin eng qizig'i shundaki, syujet bu vaziyatdan qandaydir tarzda juda samimiy chiqib ketgan. Serial romantik drama janrida bo'lib, jami 12 ta epizoddan iborat. Har bir epizod 1 soat 10 daqiqani tashkil qiladi. O'zbek tilidagi professional dublyajda esa Reaplay platformasida uzatilgan. Hikoya Yu Meri ismli dizayner haqida. U unashtirilgan yigiti tomonidan aldanadi va katta moliyaviy muammoga tushib qoladi. Keyin esa tasodifan yangi turmush qurganlarga beriladigan hashamatli uyni yutib oladi. Muammo shundaki, uyni olish uchun u rasman turmush qurgan bo'lishi kerak. Shunda u Kim Woo-ju ismli boy, sovuqqon, lekin qalban juda yolg'iz bo'lgan yigit bilan 90 kunlik nikoh shartnomasini, soxta shartnomani imzolaydi. Ikkinchi uchrashuvimizdayoq bunday taklif bilan murojaat qilish odobdan emas, lekin menga faqat siz yordam bera olasiz. Siz mabodo meni erim bo'la olmaysizmi? Biz bosh rol ijrochisi Cho Woo-shikni ko'pincha tabiiy, oddiy, green flag yigitlar rolida ko'rganmiz. Lekin bu serialda u perfeksionist, boy merosxo'r, hissiyotlarini yashiradigan odam rolida gavdalanadi. Va rostini aytganda, u bu obrazga juda mos tushgan. Aktrisa Jung Soo Min esa bu serialning yuragi. Uning energiyasi kulgili, biroz hayratlanarli, lekin juda tabiiy va tomoshabinlar aynan shu tabiiylikni yoqtirishadi. Aktyorlar juftligining bir-biriga mosligi serialning eng muvaffaqiyatli qismidir. K-drama muxlislari yaxshi bilishadiki, syujetning ayrim kamchiliklarini kechirish mumkin, lekin agar undagi partnyorlar bir-biriga mos bo'lmasa, serial muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Bu serialda esa ko'z qarashlar, sokin munosabat va fake marriage, ya'ni soxta turmushdan haqiqiy muhabbatga o'tish jarayoni juda ajoyib tarzda yoritib berilgan. Serial Koreyada kutilganidan ham mashhur bo'lib ketdi. Reytinglar: premyera epizodi 5.6%, peak rating 11.1% va final 10.3% ko'rsatkichga ega bo'ldi. Bu romantik komediya uchun juda yaxshi natija edi. IMDb'da esa serial 10 dan 7.3 baho olgan. Global platformalarda ham trendga chiqdi. Hatto Disney Plus chartlarida top 3 dalikka kirgan paytlari ham bo'ldi. Rejissyor har bir epizod yakunida dopamin tugatish qiladi. Ya'ni siz har bir epizoddan keyin navbatdagi qismni darhol tomosha qilishga intilasiz. Bu serial qahva ichib, yomg'irli kunda ko'riladigan drama. Unda haddan tashqari tezlik yoki toxic relationship yo'q. Faqat ikki yolg'iz odamning asta-sekin bir-biriga o'rganishi bor. Agarda siz ham yolg'on munosabatlardan boshlanib haqiqiy muhabbat bilan tugavchi hikoyalarga qiziqsangiz va vaqtingizni maroqli o'tkazib, miyaga dam berishni xohlasangiz, Kel turmush quramiz doramasini sizga tavsiya qilgan bo'lardim. Yana bir-biridan ajoyib va qiziqarli filmlar tahlillari bilan ko'rishguncha omon bo'ling.